Ko'ryapsizlar, Vatstroyni oldida mana shu joyimiz sotuvda. Joyimizni общий kvadraturasi juda ham katta. Buni notariusda xullas nomingizga o'tkazib berishadi, buni dokumentini nomingizga o'tgandan keyin pulni olasiz. 15 ming deyapmiz. 3 ta biznesni bitta joyda o'zi yurg'izsangiz bo'ladi. Nari tomoni hop Paynet bo'lgan ekan, PlayStation ham bo'lgan ekan. Olasiz PlayStationlar bilan beraman deyaptilar. Olasiz o'zini oshxona qilsangiz ham maytga fast food ochsangiz maytda bemalol pishirim netsa nari tomonini zal qilsangiz ham bo'laveradi. Ichkari to'la polka ekan. Lokatsiyamiz Vatsroyda Kanechka sentrida, mana ko'ryapsiz, sentr 7 etажkani oldi. Bu tomon eski Farg'ona, orqa tomonni o't ko'ramiz joyni. Orqa tomondan ham bitta ko'rinishini ko'rib qo'yasizlar. Holati mana. Kattaligi. Tayyor svet tushirilgan. Nari tomondan olib ko'rsatavering. Svet tushirilgan, konditsionerlari bor ekan. Shuni olasiz, biznesni boshlab yuborasiz. Yo'lda batda ham narsa odam ko'p, gavjum. Ko'ryapsizlar mana, oldidan ham ko'rsatib beramiz. Mana Kanechka. Vatsroy Kanechkasi. Telefon qilsalaring pastga raqam egalarini qoldiryapmiz. Sizlarga baraka qilamiz. Mana shuna biznes qilaman deydigan akalarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.